davom etam. Mana shulay 5 minut etib qarayım endi. Birinchi zo'r problema bu. Men Rossiyaga qarshi bo'ldim. Narsa uchun. Chunki u onarga xatlida ko'p problemalar bizni xalqqa yasadi. Onsiningda yarar. No пока ona chiqib o'tirib bo'lmas. Главное mobilizatsiya. Mobilizatsiya masalasida men bek tege aytsam, nishik aytsam endi. Volноваться etdim. Nishikdir mana tatar tilida shu so'zni topa olmadim. Volноваться etdim. Mana shu temani boshlarga bo'ldim endi. Chunki сколько времени уже o'ta. Men o'zim sentyabrda chiqib ketganim. Tege yilni 3 kundan so'ng как Putin объявить etdi. Ona so'zidan so'ng 3 kun men o'ylandim-da, chiqib ketirga bo'ldim. Chunki как ruslarning so'zi bor. Один в поле не воин deylarmi? Shulay. Bir o'zing bu sistema bilan kurashib bo'lmay, shuning uchun men chiqib ketirga bo'ldim endi. Menga musulmon bo'lganim uchun o'xshamay bu narsaga politika. Chunki biz ikkinchi kishilarga bostirib o'tiriga boriga tegish tugilmiz. Shuning uchun mana balkim menga hattoda so'laganlar ko'p endi. Chunki уже qachondan beri endi bu so'g'ish bora, bu endi problema ko'p. No, наверное, men sazrel mana hozir men pishib jetdim. Shu darajaga hali mana pishib jetuvimda shu fakat o'zimni ko'rsata olmayman. Shuning uchun fakat mana shulagina olam. Yumush bilan, ish bilan ketib boram. Shulay. Shuning uchun men o'zimning fikrimni balkim uzoq so'layimdir, balkim nechikdir, no men постараюсь endi mana shuni загружать endi. YouTube kanal ochib qaradim, mana shuni ishlatib qararga o'ylayman endi. Mana shulay pakashig'am, dальше больше ko'ramiz. Shuning uchun eng zo'r hozir Boshqirdiston, Tatariston uchun va boshqa respublikalar uchun zo'r bir mushkul narsa tura. Bu so'g'ishga borgan malaylar, ati-yanilari jibergan, xotinlari jibergan malaylar turunda so'z bor endi. Mana menida bek yaqin do'stim vafot bo'lgan shunda. No, mana o'zi u borgan deb angladim endi. Mana onsada durust tugul. Shuning uchun bu so'g'ishga bormasga deyib biz siz qarshi bo'lishga tegishsiz. Chunki bu so'g'ishga qarshi bo'lmasak, bizni xalqni, millatni bitiralar. Bu tege 41-45 bizni ota-bobolar so'g'ishgan so'g'ish tugul bu. Shuning uchun mana anglarga kerak. Надеюсь, meni aybat eshitilaman da shum дорожный. Anglarga kerak. Bu biz napadение etgan bo'lamiz endi. Shuning uchun buni anglagan kishilar bordir endi deb o'ylayman. Shuning uchun biz butunimiz anglaganlar birlashishga tegishmiz. Birlashib nechikdir qarshi shig'irga xiyollanarga kerak. Balkim biz ko'pimiz anglab yetib shuni ruhimizni ko'tarib mana shu urushga qarshi chiqsak, so'g'ishga bormaymiz deb. Shunda bizni yutug'imiz bo'lirga mumkin. Shuning uchun biz tirishga tegishmiz mana shunlarga qarshi bo'lirga. Bormasga, o'zimizni o'tirmasga. Chunki biz Ukrainaga dushman tugilmiz. Ukrainaga urus dushman. Bizni dushman urus. Mana shuni anglatirga kerak. Balki men novinka aytmayimdir. No, men o'zimcha tirisham, ovul malayi bo'lib shu narsaga yetib anglatirga.